Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mana pechkamiz haqida ma'lumot berib o'tib ketamiz. Birinchi eshigidan boshlaymiz. Mana qalinligiga e'tibor beringlar. To'rli lista bo'lgan, eshilmaydi, issiq bo'lganda ham. Keyin mana atrofidagi palasasi ham qalinligi to'rli bo'ladi, keyin ulanmagan bo'ladi, choksiz bo'ladi. Keyin mana qopqog'i. Qopqog'imizning qalinligi 6 mm, chunki qiziganda eshilib qolsa tutun chiqarib qolishi mumkin. Mana tishli bo'lgan, bir-biriga plotni tushadi. Mana ochilishlari ham zo'r. Bunisiga qozoncha tushsa, bunisiga choynacha tushadi. Keyin umuman tutun qaytarmaydi, tortishlari zo'r. O'tni yoqqaningizdan keyin kuldoniga tushadi, olib borib to'kib kelinaveradi. Keyin orqa qismi ham o'tkazib yuborilgan tekis qilib, mana bu yeriga bu narsani qo'yib qo'ysa issiq turadi. Keyin listini qalinligi ham yon qismi 208 lik lista bo'lgan, tepa qismi 6 likda bo'lgan. Keyin yangi materialda bo'ladi. Umuman eski ishlatmaymiz. Xudo xohlasa uzoq yillar xizmat qiladi. Narxiga keladigan bo'lsak, shu holatda turishi 700 ming. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Vodiyga 200 mingga dastavka qilib beramiz, voha tomonlarga 300 mingga yetkazib beramiz. Agar videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Manzilimiz Farg'onaning Chimyonida joylashgan.